Abbos o'zi Muratning jiyanim bo'ladi. Bolalarimga buni maqtanib qo'ydim. O'zi buni fanatka ekan. Mendan bekitib, telefonlarda, internet, YouTube'larda hamma joyda ko'rib o'tirishar ekanda videolarini. Keyin boshlandi-yu, oyi, ko'rsating, video qiling, gaplashing, telefon qilib bering, yo'q. Endi men ham to'g'risini aytsam xijolat bo'laman, chunki hammaning o'ziga yarasha problemasi, ishlari, ko'chada oldi-berdi sit qilyapti-da. Men telefon qilib olib, ikkita kichkinagina mittivoychalarim bilan gaplashgan demayman-ku, g'alati bo'ladi. O'shaning uchun tug'ilgan kuningga chaqiramiz dedik. Mana sizlar endi emotsiyalarni ko'rsangiz bo'ladi. Красивая девушка, будь счастлива. Ух ты, какие крутые желания. O'ylagan niyatlaringizga yetib yuringlar. Har doim shunaqa krasavitsa bo'lib yuringlar. Oilalarni har doim aytganini qilib, shunaqa shirin chiroyli qiz bo'lib yuringlar. Xo'pmi? Umidi uzoq bo'lsin. Tabriklayman. Если загнал все желания. Отлично, ну чтобы наши желания исполнились, откуси. Отлично, и все вместе поздравляем с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура, ура! И давайте сделаем красивую фото. Hamma xarajatlarni ko'tarib bergan. Pullari ko'p bo'lsin, hech qachon meni bolalarimni bitmas, tuganmas xohish iste'molni qilib berishdan charchamasin.